Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Biz yana bugun hozirgi postimda qo'zilar uchun arzon ammo kuchli ratsion degan temada qisqagina post chiqarishga qaror qildim. Boshladik. 4-8 oylik qo'zilarga bir boshqa asosiy ratsion. Beda 1 kilogramm, makka silosi 0,7 kilogramm, arpa 150 gram, makka 150 gram, kepek ham 150 gram, pista kunjara 100 gram. Mineral tuz 8 gram har bir boshga. Trikalsiy fosfat bo'lsa 5 gramdan har bir boshga. Bular juda ham muhim. Bularni qo'zilarni o'stirishda trikalsiy fosfat ayniqsa juda muhim rol o'ynaydi. Suvak hosil qilishda. Iloji bo'lsa qo'zilarni o'stirishda bir mahal toza havoga mana shu quyosh tushib tursa yaxshi bo'ladi vaqti bilan. Nimaga? O'sish tezlashadi qo'zilarda. Quyosh tushganda D vitamin sintez bo'ladi qo'ylar organizmida va kalsiyni yegan kalsiyni singirishi osonlashadi. Nega bu ratsion arzon? Birinchi beda protein yuqori, qorinni yaxshi ishlatadi. Protein yuqori. Bedani proteini men sizlarga aytyapman, makkanikidan deyarli 2 baravar, bug'doynikidan, arpanikidan 2 baravar ko'p. Faqat ularga nisbatan energiyasi pastroq. Tushunarlimi? Proteinni manbai beda. Buni bilib olinglar. Keyin pista kunjara. Soya kunjaradan ancha arzon, lekin kuchli protein bor. Silos oshqozonni to'ldiradi va arzon energiya. Kutiladigan o'sish qanday bo'ladi? Kutiladigan o'sish kuniga 150-250 gramgacha qo'shiladi qo'zilarga. Ozuqa xarajati kamayadi. Yana arzonlatish usuli, ozuqani keskin o'zgartirmaysiz. Kuniga 2 mahaldan berasiz. Oxirida doim ozroq beda qolsin. Mana shunaqa. Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, ko'rsatuv sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Sizlarga birinchi yetkazyapman bu xabarlarda. Rahmat e'tiboringlar uchun.